Sharqi Turkistonning Oqsu viloyati Avat noyisidan Ali Abay Xitoy doiralari tomonidan tutib ketilgan yoki turmaga tashlangan ota-onasi va qarindoshlari haqida guvohlik berdi. U ijtimoiy aloqa to'rida e'lon qilgan uchurida 2016-yildan boshlab Oqsu viloyati Avat noyisi Dolan yeza 4-kan 2 mahallada yashaydigan ota-onasi va 6 qarindoshi bilan aloqa qilishmaganligini aytdi. O mundaq dedi: "Mening 79 yoshlik dadam Abek Savud diniy zot va mahalla masjidining muazzini edi. O bomdod namozini bo'lsa vaqtida o'qiyli deganlik uchun Xitoy tarafidan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2016-yildan boshlab mening oilamdagilar bilan bo'lgan aloqam uzilib qoldi. 63 yoshlik onamning izlarini bilmayman. O yana 6 enisining o'xshamagan darajada ziyonkashlikka uchraganligini, ba'zilarining tutib turilganligi, ba'zilarining bo'lsa turmaga qamalganligini bildirdi. O mundaq dedi: 39 yoshlik enim Ablajon dadam bilan birga tutib turilgan bo'lib, uning hozirgi ahvolini bilmayman. 35 yoshlik enim Yusufjon diniy bilimlarni o'rganganlik uchun 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 29 yoshlik enim Ablikim din o'qiganlik uchun ayoli va qiynonasi bilan birga 7 yillik kesilib turmaga tashlangan. Hozir ularning oqibatini bilmayman. Ali Abay Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini aybladi hamda doiralardan dadasi va inisining ahvolini oshkorlashni talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda u har qaysi hukumatlarni va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini oilasidagilarni o'z ichiga olgan millionlagan Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'lishga va yordam qo'lini sunishga chaqirdi. Cumhuriyetçi ve Demokratçı İşki Partiyadan kelgan 19 nafar Amerika parlament a'zosi Disney şirketining bosh ijroiy amaldori Chapikqa ochiq xat yozib, Mulan filmini ishlash jarayonida shirkat bilan Xinjiang bexatar va siyosiy tashviqot organlarining orasidagi munosabatni tushuntirishni talab qildi. Ochiq xatda Disneyga munosabatlik 10 savol o'tirg'i qo'yildi. Bunun içinde Disney'nin Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda Uighur va boshqa millatlarga qilayotgan zulmini bilib turib, nima uchun yanala u yerda suratga ilishni tanlaganligi qatorliqlar bor. Amerika parlament a'zolari 11-sentabr juma kuni Disney prezidenti Job Chapikqa yozgan xatida mundaq dedi: Disney aniqki Xitoy amaldorlar bilan hamkorlashgan, lekin bu amaldorlar zo'ravonlik qilish va jinoyatlarni yo'shirishga mas'ul eng chong javobgarlar. Bu ahvol kishini andishiga soladi. Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini kuzatish hamda Prezident va Davlat Majlisiga yillik doklad topshirishga mas'ul bo'lgan Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetimi bu ochiq xatni Twitter hisobida e'lon qildi. Disneyga yozilgan birlashma maktubga imzo qo'ygan parlament a'zolari Cumhuriyetçilar partiyasining Kengash palata a'zosi va Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Makro Rubio qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bütün dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan Xitoy virusi to'g'risida kishining diqqatini tortadigan yangi qarash o'tirg'i qo'yildi. Amerikaga qochib chiqqan خوڭكوڭلۇق ۋىرۇسىنىڭ يەنلىمىڭ Beijing hukumatining ۋۇخەن virusini yoshirganligi va virusni sun'iy usulda yasalganligini o'tirg'i qo'ydi. Yuqum boshlanishdan xeyli burunla Beijingning ۋۇخەن virusini biladiganligini bayon qilgan yan o'zining tashabbusini ilmiy sonliq ma'lumotlar bilan isbotlaydiganligini aytdi. Hong-Kong Universitetining sobiq professori Yan Liming ۋۇخەن virusining ۋۇخەndagi hayvonotlar bozoridan chiqqanligi to'g'risidagi ayblashlarning yolg'on va aldamchilik ekanligini aytdi. Yan Liming Amerikaga qochishdan burun Xitoy hukumatining barliq sonliq ma'lumotlarni o'chirayotganligini o'tirg'i qo'ydi. U mundaq dedi: "Ular mendagi barliq sonliq ma'lumotlarni o'chirdi. Shunga ular men to'g'riliq pitni ig'vo tarqatish orqali meni yolg'onchiga chiqarishi mumkin." Beijing doiralari Xitoy va Hong-Kongda ishlayotgan Amerika diplomatlarining faoliyatlariga yangi cheklamalarni e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining yozma bayonotida yangi qoidalarning Amerikaning Beijingdagi bosh elchixonasidagi yuqori darajali diplomatlarga va butun Xitoydagi konsulxonalarga qo'llanilganligi o'tirg'i qo'yildi. Yana bir tarafdan bayonotda Xitoyning Amerika bilan har sohadagi hamkorlik va normal mal sotib olishni qo'llaydiganligi, agar Amerika o'tgan yili Xitoy diplomatlarga qaratgan tadbirlarni bekor qilsa, yangi cheklamalarni bekor qilishga bo'ladiganligi ko'rsatildi. Yangi cheklamalar haqida tafsiliy uchur berilmadi. Navbatda Amerika diplomatlarining Xitoyning ba'zi joylari va oliy maktablarini ziyorat qilish cheklamasi bor. Washington hukumati barliq Xitoy diplomatlarining Amerika amaldorlari bilan ko'rishish, oliy maktab va tadqiqot o'rinlarini ziyorat qilishdan burun oldin tizimlatishni talab qilgan edi.